Assalomu alaykum qizlar. Mana nimchani oldini, bo'yni tomonini, uchi burchak tomonini sizlarga kurchokda to'qishni ko'rsatmoqchi edim. Men hozir mana shu ipni ulab oldim bu yoqqa. Keyin yana bitta narsa qizlar, mana shuni to'qib anaqa qilayotganimizda ipinglarga mos yo to'qroq yo ochroq qilib ipni qo'shib to'qisanglar bo'ladi. Mana men etak tomonini shunaqa to'qroq ipdan qilgan edim. O'shanga mos bo'lishi uchun mana shu ipni ham aralashtirib orasiga to'qimoqchiman qizlar. Shunda chiroyli bo'ladi. Yengiga ham qilsanglar bo'ladi. Mana yeng qismlariga. Mana hozir boshlaymiz. Kurchokda biladiganlar, misol uchun yoki endi o'rganayotganlar bu chokka biladi. Bu biriga biri chok. Men bu ipni hozir ulab olganman. Mana qizlar, mana boshladik mana. Birga bir degani mana shunaqa. Bitta olib to'qiyverasizlar, nakitsiz mana. Mana shunaqa qilib oxirigacha bo'yinni gir aylantirib to'qiysizlar qizlar mana. Gir aylantirib mana shunaqa oxirigacha to'qib, keyin bu boshiga kelamiz qizlar. Mana qaranglar. Men bu yerdan boshladim. Mana bu boshiga kelamiz. Bu boshiga kelgandan keyin bu yoqqa ulamaymiz qizlar. Bu yoqqa o'tmaymiz-da. Yana bitta nakit olib, yana gir aylanib orqasiga qaytarib, qaytarib yana boshlagan joyimizga kelamiz. Yana shunaqa qilib yana gir aylanib mana shunaqa ketaveramiz qizlar. Uni orasida men bu ko'rsatgan o'zingizga ma'qul bo'lgan ipni ulab to'qib ketasizlar. Mana shunaqa poloskali ip to'qimasi hosil bo'ladi. Hozir men to'qib bo'lganimdan keyin sizlarga bu bo'yni tomonini keyin qanaqa ulashini ko'rsataman. Juda ham chiroyli turadi. Bo'yni tomoni mana qanaqa ulanishini akkuratni chiroyli turadi. Shuni sizlarga tavsiya qilmoqchiman. Hozir to'qib bo'laman, keyin sizlarga ko'rsataman. Sizlar ham davom etinglar to'qishni.